Kiyevdagi Roshen qandolatchilik fabrikasi Rossiya tomonidan o'qqa tutildi. BBC Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining xabar berishicha, shanbaga o'tar kechasi Kiyevning Golosov tumanida otishma oqibatida qandolat fabrikasining yuqori qavati shikastlangan. Natijada bir kishi halok bo'lgan va 2 kishi jarohatlangan. Ukrainaning Telegraf nashri va Oliy Rada xalq deputatining aytishicha, dunyodagi eng yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan Roshen fabrikasiga zarba berilgan. Roshen kompaniyasiga Ukrainaning sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko asos solgan. Ukraina, AQSh va Rossiya o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi kelasi hafta Abu Dabida bo'lib o'tadi. Bu haqida Axios jurnalisti manbalarga tayanib xabar bermoqda. Jurnalistning ma'lum qilishicha, bugungi muzokaralar ijobiy va konstruktiv ruhda o'tgan. Rossiya va Ukraina hududiy masalalar bo'yicha keskin muzokaralar o'tkazyapti. Reuters Abu Dabida Rossiya, Ukraina va AQSh vakillarining 3 tomonlama muzokaralari bo'lib o'tmoqda. Hududlar masalasi ushbu muzokaralarning asosiy mavzusi bo'ladi. Biroq uchrashuvning birinchi kuni yakunlari bo'yicha murosa alomatlari sezilmadi. Bugun muzokaralar davom etmoqda, deya yozmoqda agentlik. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskva Kiyevdan butun Donetsk viloyatini berishni talab qilmoqda. Ukraina esa Donbassning Rossiya hali egallab olmagan qismini berishdan bosh tortmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, hududiy masala muzokaralar markazida turibdi. Bundan tashqari, Kiyev energetika tizimiga hujumlarni to'xtatishni so'ramoqda. Shu bilan birga Ukraina AQSh va boshqa ittifoqchilardan qat'iy xavfsizlik kafolatlarini talab qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Markaziy qo'mondonligi rahbari AQShning Yaqin Sharqdagi harbiy kuchlarini kuchaytirish fonida Isroilga bordi. The Times of Israel nashri. Isroil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, admiral Isroilga yuqori martabali rasmiylar bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun borgan. Hozircha bu ma'lumot AQSh yoki Isroil tomonidan rasman tasdiqlanmagan. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff va Jared Kushner ham G'azo va Eron masalasi bo'yicha Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazish uchun Isroilga borishi mumkinligini xabar qilgandi. Oq uy Trump Grenlandiyada pingvinni yetalab ketayotgani aks etgan suratni e'lon qildi. Biroq pingvinlar boshqa yarim sharda yashaydi. The Insider Oq uy rasmiy sahifasiga joylangan sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan rasmda prezident Donald Trump Grenlandiyada AQSh bayrog'ini ko'tarib olgan pingvinni yetaklab ketayotgani tasvirlangan. Pentagon ham ushbu fleshbomga qo'shilib, Grenlandiya hududida amerikalik harbiylar pingvin yonida yurgani aks etgan rasmni joylashtirgan deya xabar bermoqda nashr. Qiziq tomoni shundaki, Grenlandiyada pingvinlar yashamaydi. Pingvinlarning tabiiy yashash muhiti Janubiy yarim sharda, Antarktida mintaqasi va unga yaqin joylarda. Grenlandiya esa Shimoliy yarim sharda joylashgan. 24-yanvarga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga hujumlari uchun 396 ta raketa va dronlarni qo'lladi. Ukraina qurolli kuchlari, Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiyaning 15 ta raketa va 357 dronini urib tushirdi, deyiladi harbiy idora bayonotida. Kiyev Rossiya hujumidan keyin yana 6000 ga yaqin uy isitish tizimidan uzildi. Shahar meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, ushbu uylarning aksariyati 20-yanvardagi otishmalardan keyin issiqlik tizimiga 2 marta qayta ulangan bo'lgan. Shuningdek, Dneprning so'l qirg'oq va qisman o'ng qirg'oq hududlarida suv ta'minoti bilan bog'liq muammolar mavjud.